Bu 5 motor supercharger kompressorli motor bo'ladi. 525 ot kuchi, ya'ni P525 bo'ladi. V8 V obrazli motor. 2,5 tonna og'irligi 0 dan 100 ga qo'zg'alishi 5,4 sekund beryapti. 8 pog'onali avtomat korobka. 625 qo'zg'alish momenti bo'lyapti. Mashalloh, hamma narsasi joy-joyida, juda go'zal ko'rinishda va go'zal motorlar bilan birlashgan aravamliklarga yetib keldi sotuvga. 6 spok R22 diska balonda tormozli sistemasiga bir e'tibor berasizlar. Brembo tormozli sistema bo'ladi. Bronzasiga e'tibor berasizlar. Ultimate Edition komplektatsiyani eslatib turish uchun bunda pnevma podeska bo'ladi. Pnevma podeska adaptivniy bo'ladi. Kelinglar bir ichini tanishtirib o'tib ketaman. Bu 5 o'rindiqli bo'ladi. Interyerlarga bitta nazar solasizlar. Buni interyeri Caraway bo'ladi. Tashqi rangi Santarino Black, ya'ni qora rangda. Multi rul, rullarimizda ham lipstok bor. Keyin Face ID, 8 pog'onali avtomat korobka, yana bitta monitorimizga nazar solib o'tasizlar. Monitorimizda rus tili ham mavjud. Qadrdonlar, sidenamizda abduf, abagrev, massaj barchasi mujassam. 5 o'rindiqli haqqona afsonaviy yo'l tanlamas SUVlardan biri bo'ladi. Bu ramli bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, bizda charmiga bir e'tibor berasizlar. Sotuvda Caraway bor, keyin bizda Ebony bor, keyin Ivory Off-White bor. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, 9 klimat kontrol, tepa tomli panorama oyna bo'ladi. Buni akustikasi Meridian bo'ladi. Bitta mana shu forchkalarni ko'rsatib ketasiz. Firmini forchkalarni. Bu klassika bo'ladi. Mashalloh, hamma narsasi joy-joyida deb bu mashinada. 8 silindrli eslatib turuvchi 4 ta vixlib. Ilmolaga e'tibor berasizlar, 5 tonnagacha bemalol tortib tashlaydi, ya'ni buksirovka qila oladi. Kelinglar bir yukxonasini ko'rsatib, sizlarga yana to'liq ma'lumot berib o'tib ketaman. Defender yozuvlariga e'tibor berasizlar, bronza ko'rinishda, chunki bu Ultimate Edition, yana qaytaraman, soni chegaralangan maxsus eksklyuziv arab davlatlari uchun ishlab chiqarildi. Kelinglar endi bir orqasiga nazar solib o'tamiz. Ya'ni yukxonasiga qo'shimcha ko'riklar, letniy ko'riklari bor ekan. Mana zimniy ko'riklar mashinani albatta ko'rsatib o'tib ketasiz. Bu Middle East komplektatsiyasida bo'ladi. Mashalloh, mana sumkalarni qarang. Qo'l chamadonlari uzoq yo'llarga chiqqanda, samolyotlarga chiqqaninglarda qo'l keladi. Xo'p, qadrdonlar, buni Sip Toshkent $145 ming qilib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Soni chegaralangan, eksklyuziv bo'lgan Land Rover Defender 110 P525 Ultimate Edition.